Hamma domda bo'ladi. Hozir asablarimni tinchlantirib, oynadan qarab turibman-da. Bitta babulya bor domimizda. Kun bermaydi hech kimga. Yoshligida takoy jonka bo'lgan bo'lsa kerak-da. Umuman yoshlari qo'ymaydi. Ayniqsa qizlarni plashatkaga chiqib qolsa bormi? "Shta vishla!" deb baqiradi. Qizlar ham gap qaytarsa urushadi. Shu zerikmaydi, ish qilib oynadan baqiradi, pastga tushib baqiradi. 10 ta yana bitta qo'shnim bor. Xotini har kuni ishga borib keladi menimcha, lekin eri kuni bilan uyda faqat skameyada o'tiradi. Shu o'ylayman, shu o'tgan ketganni g'iybat qilib o'tirsa kerak deyman. Shu bir tushib g'iybatlashgim ham keladi. Erim urushadi deyman. Voy ajoyib. Kvartirantlar bor. Kvartirani tez-tez alishtirib turishadi. Birinchi kelganda soddagina bo'lishadi. Keyin takoy zamonaviy bo'lib ketishadi, bular ham moslashib. Anta student qizlar bor. Domkomimiz qo'ymaydi, bolalarni olib kiradi uyiga deb o'ylashadimi? Lekin olib kirsa kerak. Ko'pincha tegida, buni derazasining tegida bolalarni ko'raman-da, bir soatdan keyin yo'q qolishadi. Yana bir soatdan keyin paydo bo'lishadi. Nima bo'ladi? Uyga kirib ketsa kerak. Shunaqa gaplar. Sizlarda nima